Onaginim senday yaqin do'st yo'q ekan. Mehringga ku umuman gap so'z yo'q ekan. Sen qilgan bu duolaru tilagingni oldida bosh egaman sof yuragingni. Qani bitta mo'jiza Erkin Hacı, bugün gözlük meramız kutlu olsun. Ömrümüz uzun olsun. Her daim yıllarımızda hurmatlı kızlarımızın hizmetini götürüyoruz. Biz alıştayım, aslaşan geçmesin. Sinirlerimizin atından geldik. Bugünkü bayramımız da kutlu olsun. Her daim başında jaş geçiriyoruz. Aşıların sıhhatini görürüz. Burada yaşını dalayım kaçırıyoruz. Halkımız birlikte.
alaykum. Hammani chin ko'ngildan tabriklaymiz. Rossiyachilarga ham tan jonlari sog' bo'lsin, umrlari uzun bo'lsin, rizqlari ulug' bo'lsin, martabalari tog'dek baland bo'lsin. Ilohim Allohim topganlariga baraka xayridan bersin. Mana sizni hurmat qilib ulg'aygan Ramazon oylarini, Ramazon kunlarida ihsonlar qilishibdi. Allohim qilgan ihsonlarimiz dargohida qabul qilsin. Topganlariga baraka bersin. Shu onalarini o'rnida ona bo'lib to'ylar qilsa, to'ylarda bosh bo'lib, nabakam bilan qo'sha qarib, Gulxonda bering, Og'ajonni uylan, nabakam bilan qo'sha qaring. Baxtingizga Jo'rajon bilan Nafosat xonim sog' bo'lsin. Sizni doim xizmatingizda bo'lsin. Biz kelib doim shunday qilib chiroyli dasturxonlaringizda o'tirib mehmon bo'lib ketishni nasib qilsin. Sog' bo'ling. Ilohim. Keling, so'z qo'ying. Assalomu alaykum. Yana bir bora rahmat. Rossiyadagi opalar, singillar, hammalarga rahmat. Tanjonlar sog' bo'lsin, topganlarga baraka bersin. Ilohim sog'gina yuringlar. Baxtimizga mana opam, onamiz Tanjoni sog' bo'lsin, nabakam ham sog' salomat yursin. Ilohim yaxshi bo'lib yurib ketsin. Shifo bersin dardlariga. Ilohim sizlar ham sog'gina yuringlar. Hammamiz shunaqa o'tirishlarimiz arimasin, yurt olamimiz tinch bo'lsin, sog'gina yuraylik. Rahmat opam ham, ilohim umri uzun, rizqi ulug' bo'lsin. Opajonim, onajonim 8-mart bayramingiz bilan tabriklaymiz. Sog'gina yuring baxtimizga. Rahmat. Бүгүнкү күнүңүздү шаңга билген, ушул алыста жүргөн сиңдилериңиз жана ушул жерде апа сиңдилериңиз келип отурат экен. Ошолорго өзүңүздүн ак батаңызды берип, дуаңызды айтып коюңуз. Assalomu alaykum qizlarjonlar, jigarlarim, hammalaring sog' bo'linglar. Topganlaringga Allohim bundan ham ko'p fayz barakasini bersin. Birdik bersalaring mingni bersin. Mana ulg'aygan kunlarda bugun opam rahmalida tug'ilgan kunlar edi. Bo'lganda 88 ga kirardilar. Mana endi opam ham yo'q, ketganlariga 25 yil bo'ldi. Endi bilan birga eshigim katta ochiq, doim kesalaring shu yuzlarni to'la. O'zi bugun ertamanda bir kur yig'lab oldim. Eski olganlaringga rahmat, topganlaring mendan qaytmasa Allohdan qaytsin. Bolalaringga bosh bo'linglar, nima niyatlaring bo'lsa Allohim o'y hayollaring, niyatlaringga yetkazsin. Hammalaring ko'pgina yengil borib, og'ir bo'lib kelib, vatan qilib yaxshi yashayveringlar. Inalarim, singlarim, hammalaringga rahmat. Ming marta rahmat sizlarga. Shunchalik unutmay jo'natganlaringga rahmat. Sog' bo'linglar. Omadlarni bersin. Assalomu alaykum ammajonim. Mana bugun iyul Ramazon oyida sizni tabriklagan ammajonlarimga ming marta rahmat. Hammalaring tanjonlaring sog' bo'lsin. Dunyo turguncha turinglar. Iloyimiz baxtimizga doimo sog' salomat bo'linglar. Nevara, chevara, evaralik bo'linglar. Ilohim